O'zbek milliy musiqa asbobi hisoblangan chang va rubobni maromiga yetkazib chalayotgan yosh iste'dodlar. Tengdoshlari tomonidan ijro etilayotgan kuydan ilhomlangancha oq qog'ozga rasm solayotgan rassom ayni ijodkorlardan farqliroq iste'dodini turli o'yinchoqlarni qo'l mehnati asosida tayyorlash orqali namoyon etgan tikuvchi, to'quvchi qizlar. Qiziqishlari turlicha bo'lgan bu yoshlar aynan Chuko'prik tumanidagi 3-umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil oladilar. Eshitgan muhim tashabbus yoshlarga bu imkoniyat desam mubolag'a bo'lmaydi. O'zlarini ijodkorlik qirralarini kashf qilyapti. Tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha, kompyuter yo'nalishi bo'yicha, musiqa yo'nalishi bo'yicha, kitobxonlik yo'nalishlari bo'yicha o'zlarini olgan bilimlarini namoyish qilishyapti. Tarbiya bilan bir qatorda o'quvchi yoshlarning kasb-hunar o'rganishlariga ham yuqori darajada e'tibor qaratib, bu borada zarur barcha shart-sharoitlarni o'zi jamlagan mazkur maktabda kuni kecha tadbir tashkil etildi. Maktabimizdagi har bir o'quvchi o'zgacha iste'dod egasi. Ularning har birida o'zgacha iqtidor bor. Rassomlarimiz chizgan rasmlar hamda texnologiya darsimizda qo'l mehnatidan tikilgan liboslarni ko'rib faxrlanib ketaman. Sportchilarimiz erishayotgan yutuqlar hamda olimpiadachilarimiz olayotgan o'rinlar bu maktabimizning yutuqlari. 5 tashabbus keng imkoniyat shiori bilan tashkillangan tadbirda Chuko'prik tuman hokimligi vakillari, tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi mudiri hamda o'qituvchilar ishtirok etdilar. Barchalarini bugungi mana shu tadbirda ishtirok etib turgan ustozlarimizni, o'quvchilarimizni, ota-onalarni Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ijodkor o'quvchilarni rag'batlantirish va ularni yanada kasb-hunar o'rganishga bo'lgan ishtiyoqlarini oshirishga qaratilgan tadbir ishtirokchilari dastlab maktabdagi to'garaklar faoliyati, kutubxona qulayliklari bilan yaqindan tanishdilar. Ijodkor o'quvchilar tomonidan qo'l mehnati asosida tayyorlangan ko'rgazmalar yarmarkasi esa mas'ullar tomonidan yuqori baholandi. Yosh iste'dodlar mahorati Assalom Navro'z tadbirlari bilan davom etdi. Bahoriy gullar bilan bezalgan maktab hovlisi, milliy libos kiygan pedagoglar jamoasi, sahna markazida esa fasli bahorni tarannum etuvchi taronalar, jozibador raqslar, milliy kuylar jarangladi. Bayram tadbirlari Navro'z sayillariga ulandi. Bahoriy taomlar tayyorlandi. Milliy o'yinlar bo'yicha musobaqalar o'tkazildi. Tadbir yakunida esa yosh iste'dodlar va musobaqa g'oliblari maktab ma'muriyati tomonidan rag'batlantirilib, ularga sovg'alar topshirildi. Feruza Jumaboyeva, Furqat Mullayev, Vaqt informatsion dasturi uchun.